Dada, yo'q demay, bitta videomga tushib beray, hamma pechenkalarim adres bilan oling deb. Yo'q qizim, qo'y, meni boshim qotirma. Nima bo'ldi dada? U o'rtog'ingiz negativ yozibdimi? Kecha chiqqan aktyorlarga ham palon bo'lganlarni nimadan berib o'ynatyapsan qizim. Men senga teppa-tekinga o'ynayverman rolni. Voy dada, shuni voqealar aytmaysizmi? Necha pul beray? Bursin pulingga kerak emas qizim, olib qo'y pulingni. Voy, yana nima bo'ldi? Bugun arablar bilan o'zbeklar Dubayda futbol o'ynaydi. Ana shunga olib borasan qizim. Dada, ulgurmaymiz. Ulguramiz qizim. Men podderishga qilmasam kim qiladi? Dada, o'ylab ko'raylik, yutqizib qo'ysa arablar oyog'ini tegdi qolib ketamiz. O'zbekiston yutqizmaydi, xudo xolasa. Men boryapman qizim. Bo'pti, ketdik uni, kech qolamiz. Yur undan, ketdik. Hazırlasın, neçeye bo'ladi? Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zimga bek, o'zim sulton, sen taxta Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deyman, topingan qo'shonam deyman. O'zing meni ulug'lading. O'yin tugashgazgina qoldi, xudo xohlasa yutamiz. Nima dedim, nechaga bo'ladi o'g'lim? Darvozasi ochmagan Temur Malik orqasida Sirdaryoga sakragan Muqannasam qora chig'im olovlarga sachragan chiroqlarni ko'rgan cho'pon cho'lig'imsan vatanim shodon kunim gul o'tgan sen nolon kunim yo'q Nechaga bo'ladi dedim. Bo'ldi. Tabriklayman O'zbekiston. Ilig'imsan vatanim o'zingsan sen shohlari osmonlarga Darvozaboy 2 marta qo'pni urishib qolib, bo'kasini berdi. o'zingsan ota desam qizimga bosh egib turgan o'zing ulug'imsan vatanim Shuncha ayol kishi blogerlar bor. Bitta dona chechenka kelibdilar, bitta qarshi chaqdi. Chechenka. 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 Xudo xohlasa do'stlar, odamlar bilan jahon chempionatini ko'rishga Amerikaga ham boramiz.